Sizningcha, nega aynan Rustam ismli insonlar ko'pincha jamoada eng ishonchli tayanch vazifasini bajarishadi? Ushbu ism qadimgi fors tilidan kirib kelgan bo'lib, Rotam, ya'ni bahoybat qomatli va yengilmas kuch ma'nosini anglatadi. Bu shunchaki jismoniy quvvat emas, balki Shohnama dostonidagi kabi ma'naviy matonat va mardlik ramzidir. Rustamlar tabiatan himoyachi bo'lishadi. Ularning ikki eng kuchli tomoni so'zida qat'iy turish va eng qiyin vaziyatda ham sovuqqonlikni saqlab, yechim topa olishidir. Biroq ularning asosiy ichki sinovi haddan tashqari mag'rurlik va barcha muammolarni faqat yolg'iz yelkaga ortishga urinishdir. Bu xislat ularni vaqtidan oldin ruhiy toliqtirib qo'yishi mumkin. Psixologik bir sir. Rustamlar tashqaridan qat'iyatli va sarsilmas qoyadek ko'rinsa-da, qalbining tubida adolat buzilishidan qattiq og'rinadigan juda nozik tuyg'ular yashiringan. Rustam, sening haqiqiy kuching bosiqligingda, doim cho'qqilarda bo'l. Ushbu videoni o'z Rustamingizga yuboring. Paket shopdan ulgurji xarid qiling.